Bugun sizlarni bir xursand qilgim keldi. Bitta retsept bilan ikki xil shirinlik tayyorlasangiz bo'ladi, lekin ikkalasi ham ikki xil dunyo ta'miga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Retseptdan tashqari ushbu korobkadagi shirinliklarni qo'lga kiritish xohlasizlarmi qizlar? Unda videoni oxirigacha ko'rib, sharti bilan tanishib ketinglar. Idishga margarin bilan un solib yaxshilab uvalab olamiz. Ketidan qaymoq, smetana, tuxum sarig'i solib, qo'lga yopishmagan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor xamir grammlarini to'g'ri o'lchab, zuvalachalarga bo'lib olamiz. Hammasi bo'lib zuvalachalar soni qancha chiqqanini to'g'ri topib kommentariyada yozib qoldirsangiz, korobkadagi bitta shirinlik sizniki bo'ladi. Tuxum oqini yaxshilab qattim qilib bezak qilib olamiz. Endi har bittasini xuddi shu ko'rinishda ochib, orasiga nachinkasini solib o'rab olamiz. Keyin yarmiga tvorogli massa qildim. Siz ko'rib turgan ushbu xamirdan men ikkita porsiya qilganman. Agar zakazga ishlamoqchi bo'lsangiz, xuddi men ko'rsatgan retsept bo'yicha qilsangiz, anchagina chiqadi. Chiqqan shirinliklarimizni ustiga sug'ushonni moloko surib, xohishga ko'ra bezatib olamiz. Ikkinchi shirinligimizga, ya'ni tvorogli yostiqcharimizga saxarli pudr sepib oldim. Buni tatib ko'rmasanglar bo'lmaydi, shunaqangi zo'r chiqqan. Agar sizniki bo'lishini xohlasangiz, zuvalachalar sonini to'g'ri topib, kommentariyada yozib qoldiring, albatta sizniki bo'ladi. Faqat yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Ana endi qo'rqmasdan tog'oralarga ham qursangiz bo'ladi. Arzongina, lekin barakali bo'lib chiqadi. Bizga kerak bo'ladi hidsiz sveji tovuq qiymasi, ustidan non talxoni va qirg'ichdan chiqarilgan piyoz. Ketidan tuxum, chesnok va ziravorlar. Hammasini solib yaxshilab mushlab aralashtirib olamiz. Baton nonni muzxonada biroz qotirib, xuddi shunaqa ko'rinishda to'g'rab olamiz. Ana endi kotletimizni yasaymiz. O'rtasiga xohishga ko'ra sariyog' yoki sir solishingiz mumkin. So'ng tuxumga belab, baton noniga yaxshilab orqa oldisini yopishtiramiz. Yog'ni nomiga qizdirib, o'rta olovda orqa oldisini tillarang qilib qovurib olamiz. Listga pergament qog'oz solib, har bitta qovurilgan massani terib chiqamiz. 170 gradusda 30-40 minut davomida pishirib olsak yetadi. Albatta yurakchani bosib qo'yib, yaqin tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang, ko'rib xursand bo'laman. Profilimga kirsangiz, bundan ham yaxshi retseptlarni topishingiz aniq.